Bo'ldi, endi meni ular bachkanachilik sohalarida ko'rmaysizlar. Kimni topib oldim? Voy, mana akam. Aka, bormisiz? Necha ko'rinmas aka, yo'q bo'lib ketamiz. Men kiyimlar kiyim. Nima qilasiz aka? Yangi ish boshlaganman akajon. Rostdan. Ha, mana santexnikani boshlab olganman. Voy, mashinalar ham ajoyib aka. Shuni ishlab yuribsizmi? Ha, mana instrumentlar, o'zingiz boqaman orqalariga. Voy, o. Mashinani to'ldirib. Voy, hamma yo'q bor ekan-da aka. Shuni ishlab yuribman-da. Qo'lni yangi qo'rg'on santexnikasi qilyapman o'zim. Rostdan. Mabodo sentrliklar, santexnika ish chiqib qolsa aka, mana shu nomermi? Shu nomerda yurasizmi aka? Ha, mana shu nomerga bemalol 24 soat telefon qilaveradi. Mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Mana Muhammad aka ham topib oldik. Mana mashina ishlarimiz bilan yuribdi. Anchadan beri ko'ringan yo'q o'yin hozir aka, shuna. O'tib ketganman, mana. Voy. Bemalol damarni oldini to'xtatib, bemalol to'xtatib 24 yetib qo'yganman. Mana. Santexnik elektrik xizmati. Uni akchi bir uyini suv bosib ketsa, suvlarni ham chiqarib to'kinglar. Ha, gap yo'q aka, lekin oxirida topib oldim siz-a? Gap yo'q lekin. Muhammad aka mana qo'yib qo'yganman, ha? Rahmatulloh. Bo'ldi. 24 soat qo'ygan. Nomerlar ham ajoyib, 0777lar aka. Lekin sizdan o'zim bormasam, mana ziyorim boradi. Mana akamiz ham chetda. Bo'ldi aka.